Assalom Samarqand, sayqali jahon, piru badavlatim, boboyu kalon, shaharlar zebosi, go'zal Samarqand, asrlar tilida g'azal Samarqand. Shaharki firdavsmonanddir shahri Samarqand. Sening go'zalliging oldida so'zsiz, al-qal'a chiroyi ko'rinar nursiz. Bugun boshing uzra chaqnarmish oftob, madhing tarafi etar zavqara kitob. Qutlug' bo'lsin shahrim muborak to'ying, ming yillar bastiga yarashgan bo'ying. Boshim yerga egib ta'zim qilurman, bel bog'lab xizmatga tayyor tururman. Avvalambor assalomu alaykum qadri baland qadrdonlar, hurmatli Samarqand ahli hamda qalblarida g'ayrat, shijoat o'ti yonib turgan aziz yoshlar. Yer yuzining sayqali navqiron Samarqand kuni ulug' ayyom munosabati bilan barcha ijodiy jamoamiz nomidan sizlarni qizg'in muborakbod etamiz. Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Mana shunday jannat makon diyorida tug'ilib o'sganimizning o'zi baxti iftixordir. Vatanni sevmoq iymondadir deyishgan hadisi sharifda. Darhaqiqat bugungi va ertasi kelajagi buyuk bo'lgan aziz vatanimizning har bir qarish tuprog'i aziz va muqaddasdir. Shaharlar durdonasi bo'lgan ko'hna Samarqandimizning bu yilgi shodiyona ayyomiga xush kelibsizlar. Samarqand shahri nafaqat bizning, balki butun sharqiy mamlakatlarning durdonasi hisoblanadi. Ya'ni Markaziy Osiyoning eng qadimiy shaharlaridan biridir. Samarqand o'zining tarixiy obidalari, diqqatga sazovor joylari va afsonaviy muqaddas qadam joylari bilan mashhurdir. Shahar ulkan yodgorliklar bilan kishining o'ziga rom etadi. Samarqandda 73 ta yirik tarixiy me'moriy yodgorliklar, Registon ansambli, Shohizinda ansambli, Amir Temur maqbarasi, Ulug'bek rasadxonasi, Bibi Xonim jome masjidi, Xo'ja Ahror masjidi va eng mo'tabar ziyoratgohlardan biri